Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday yaqin yirik bo'g'oz ishqibozlari. Akalar, bugungi videomizga bo'g'oz sog'liqda o'sha tozalaridan, zotga boqadiganlardan akagamiz xudo xolasa ozgina sozgina o'zi. Tozalaridan shu zotga boqaman deganlarga so'raganlarga zakasini Qirg'iziston Bishkek qo'ylaridan olib keldik. Jonivorlar. Soni bu yerda 9 dona. Hammasi sog'liq, bo'g'oz sog'liqlar. Yoshlari 4 tish, 6 tish. Bitta, ikkita, 8 tishi ham bor. Xo'p, ikkinchi, 3-chi, 4-chi qoringa bo'g'oz qo'ylar, hammasi jonivorlar. Hammasi yelin qo'zg'ab, qorin tashab qo'ygan qo'ylar, jonivorlar. Bo'g'ozligi akalar 100 ga 100. Hammasi mana jonivorlar qorin tashab, hammasi bilinib yotibdi. Ichida naqa bachkana, chachishgan naqasi yo'q akalar. O'rtacha jaydar qo'ymas. Hammasi Qirg'iziston degani. Hammasini quloqda baldag'i bor. Qirg'iziston shu postdan o'tyapti, hammasiga baldag' turib o'tkazgan. Dumbalari hammasi ikki dumba. Mana. Osilib ketgan, solpisi yo'q qo'ylar ichida. Bir qora, bir joyda turgan qo'ylar, bitta odamni qo'yi. Yeb ichishlariga kiradigan bo'lsak, yeb ichishlari bir hafta sinovi bor. O'ylanmasdan olaverasizlar, hammasi yeb ichishi yo'tal kusali, xudo xolasa a'lo darajada. Mana shu qo'yimiz ham o'ta yaqin qo'yimiz ham jonivor. Hammasi bir joyda turgan, bir kishining qo'ylari naqa bachkana, ortiqcha katta ham emas, qo'ylar kichkina ham emas. Hammasi o'ziga yarasha, puliga yarasha qo'ylar. Turganlaringni mana. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Iloji bo'lsa tepasiga ko'rib, kelib ko'rib olganlaring ham yaxshi akalar. Lakassilar tashab beradi. Manzilimiz Namangan tumani, shu Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Jonivorlar ana shu qo'yimiz ham o'ta polvon qo'y ekan. Jonivorlar hammasi bir-biridan go'zal. 9 dona bo'ylari keladigan bo'lsak 80 plus minus kelaverasizlar. 1-2 sm endi plus minusi bor. Tashqi o'zi mana bu ko'rib turganlaringda bo'ylari hammasi bir xil. Jonivorlar sir tarafga qilingan. Uzoq uchoyga qolmay hammasi tug'iladi jonivorlar. Hammasi yelillari bilinyapti. Akalar, buni videoni qisqa qilib narxi keladigan bo'lsak, narxlari hammasini bir joyga olaman degan odamga 5.800.000 so'mdan dastavkalarimiz Toshkentgacha yetkazib berish xizmati bilan. Undan yog'i kelishilgan holatda undan yog'i ham bor. Tanlab olishga akalar 200.000 plus. Bittami, ikkitami, uchtami, to'rttami 200.000 plus bo'lib qoladi. 6 milliondan chiqarib beraveramiz. Xohlasangiz o'zingiz, xohlasangiz o'zimiz tanlab beramiz. Yeb ichish ham o'ta zo'r jonivorlardi. 5.800.000 so'mdan 9 donasini hammasini olaman degan odamga Toshkentgacha dastavkasini yetkazib, bekarga tashlab beramiz uyingizga. Videoni shu yerga ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Bundan da zo'r qo'ylar oldinda xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.